Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Bir inson uylanadigan paytda xotinidan mahrni so'rasa, ya'ni mahrni nima talab qilasan desa, go'yoki xotin aytibdiki, bu mening haqqim, mahrim shuki, har juma namoziga borib turasiz deb shart qo'ygan ekan. Endi u inson Rossiyada jumaga ham bora olmayapti ekan. Bularda nikohi nima bo'ladi degan savol bo'lyapti. Birinchidan, bu mahr borasida bizga asos Imom Buxoriyda kelgan hadis, Sahl radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Mana shu hadis hamma mahr masalalarining yechimi. Bu hadiski Sahl radhiyallohu anhu aytganlar, har xil suratlarda kelgan. Ja'at imratun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam faqalat ya Rasululloh hal laka bi haja, hal laka li haja ya Rasululloh. Bir ayol keldi Rasulullohga aytdiki, ya Rasululloh, menga hojatingiz bormi dedi. Ya'ni shu menga uylanishga hojatingiz bo'lsa uylaning dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi ayolga qarab turdilarda boshlarini engishtirdilar. Ya'ni uylanishga hojatim yo'q degandek qildilar. Shunda u ayol turib qolgandan keyin sahobalardan biri, ya Rasululloh, sizda unga hojatingiz bo'lsa menga nikohlab qo'ying degan. Rasululloh, nimang bor mahrga deganlar. Bor biror narsa topib kelganlar. Haligi odam borib hech vaqt topolmay kelgan. Shunda Rasululloh, izhab faltamis walau khataman min hadid. Bor, hech bo'lmaganda temirdan bo'lsa ham bir uzuk izlab topib kelgin deganlar. Haligi odam borib temirdan bo'lsa ham bir uzuk topib kela olmagan. Hech vaqt topib kela olmagan. Keyin haligi odam ham xomush bo'lib, endi nima qilar ekanman deb o'tirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, hal ma'aka shay min al-Qur'an, biror Qur'onni surasini yodlaganmisan deganlar. Boshqa rivoyatda taqra'uhunna an dahri qalbik, shu palon suralarni yodlagan bo'lsang, shularni bir hifzingdan, qalbingdan o'qolasanmi kitobga qaramay degandek qilib, ya'ni so'raganlar. Shunda haligi odam, ya Rasululloh, men palon suralarni bilaman deb sanab berganda aytganlarki, izhab mallaktukaha aw zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Bor, ketavergin, ana shu sendagi Qur'onning evaziga shu ayolni senga nikohladim deganlar. Ulamolar aytganki, Qur'onning evaziga senga nikohladim deganining ma'nosi shu Qur'onni u ayolga ta'lim berish evaziga senga nikohladim degani. Uni boshida turgan Qur'onning evaziga nikohladim degani emas. Chunki mahr u boshqaga o'timli bo'lgan manfaat bo'lish kerak. Birovning o'zida turgan manfaat hech qachon mahr bo'la olmaydi. Keyin aytishganki, mana Qur'onni mahr qilishdan oldin ham, ya'ni kerak bo'lsa Qur'onni ta'lim berishlikda mahr qilishdan oldin ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u erkakka bir moddiy narsani izlatdilar. Bor, topib kelgin, hech bo'lmasa bir temirdan bo'lsa ham bitta uzuk topib kelgin deganlar. Boshqa bir rivoyatlarda kelgan, u haligi odam, ya Rasululloh, bitta ishtonim bor, hech vaqoyim yo'q boshqa degan. Bir dona ishtonim bor degan. Shuni berishim mumkin degan. Rasululloh aytganlar, ishtoning berib o'zing nima kiyasan? Yoki unga bersang o'zingda qolmaydi, o'zing kiysang unga qolmaydi deganlar. Endi mana bundan dalil olinganki, bir inson bunaqangi haqiqiy moddiy mahrni qo'yib, boshqa bunaqangi ma'naviy mahrlarga o'tishligi uchun yuqorida hadisda kelganidek moddiy mahrga zarracha qodir bo'lmaslik kerak. Endi alhamdulillah hozirgi kunda bu darajada odam yo'q. Bir temirdan bo'lsa ham bir uzukni topib bera olmaydigan odam yo'q. Hech bo'lmasa bitta kavush olib beradigan, hech bo'lmasa boshiga bitta ro'mol olib beradigan darajada shunga ham qodir bo'lmagan odam alhamdulillah hozirgi kunda yo'q unaqa odam. Shuning uchun mutlaqo bu ishlarda mahr qilinmasligi kerak. Insonlarda bu nikoh o'qitilayotgan paytda shunaqangi qiziqqonlik, bir orzu havaslarga berilish, shunaqa narsalar bo'lib, bu qori ekan qoriligiga nikohlab bordik, mahri shu qoriligi bo'ldi. Bu shu ilmli ekan ilmliligiga nikohlab bordik deydi, yoki mana namoziga nikohlab bor. Bu ishlar hammasi birinchidan o'timlik narsa emas. Mahr u ayolga tegishli bo'lgan haqqi u. Moddiy haq. Yuqoridagi Qur'onni evaziga nikohladim deganda ham undan maqsad shu Qur'onni unga ta'lim berish evaziga degandi. Shu ummiyasidagi Qur'oniga emas. Bu namozda nima o'timlik joyi bor ayolga? Ya'ni ayolga nima namozni
jumani o'qishligini uni o'tirib u xohlasin xohlamasin o'qish kerak aslida. Bu mahrga shart qilib qo'ysin, uni shart qilib qo'ymasin, u odam o'qish kerak aslida. Agar o'qimay qo'ysa, u o'zidan jumani o'qimay qo'ysa yoki boshqa namozlarni ham o'qimay qo'ysa, u nikoh buziladi o'zidan, chunki u kofir bo'ladi, benamoz odam. Aynan u mahrga uni shart qilganligi uchun emas. Shuning uchun bu mahr bekor, u mahrlikka yaramaydi. Shu vaqtgacha o'tgan ish bo'lsa, afallohu amma salaf, Alloh o'tgandan afv qilsin. Endi hoziroq bu kishi yuqorida hadisda aytilgandek temirdan bo'lsa ham bitta uzukni berib qo'yish kerak, o'sha mahr bo'ladi. Shu bilan hammasi o'ziga tushadi, ketadi. Boshqa hech qanday nikoh buzildi, boshqa bo'ldi degan gaplarga o'rin qolmaydi. Lekin kelasi sohalarda, ya'ni boshqa o'rinlarda bunaqa qilib nikohlanmaslik kerak. Vallohu alam.